Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz tagi bir küldan zakazimiz daярдап бүттүк. Bugungi shoplarni ko'rsangiz bo'ladi. O'ta mощный bo'lgan. O'ta tegiz bo'lgan. Har joyi. Buni jo'q deganda 5-6 yil ishlatadi. Eng jo'q deganda. Shunday apparatdagi pechkani tüyini sap qo'yadi. Kül to'lgandan keyin pechkani tüyini chiqarib, to'kib, qaytadan sap qo'yadi. O'ta o'ng'ay. Chelakka sal, achchiq, to'k, qaytadan olib kel degan narsalar bo'lmaydi. Shunday salat, kül to'ladi, oladi, to'yib kelib, qaytadan sap qo'yadi. Buning ba'zi razmeriga qarab o'zgaradi. O'zi o'rtacha 650 so'm, 600 so'mga bo'ladi. Shu razmerdagilar 600 so'm bo'ladi. Bunun razmeri 35 ga 20. Bu qanday pechkalarga tushadi desangiz, uzuni 40, enini 22 bo'lgan pechkalar. Jo'g'risi 10 cm bo'ladi. O'zi pechkalar barcha jo'g'risi 11 cm bo'ladi. Eshigin biz 10 cm planga kirib chiqish uchun o'shanda qo'ydik. Da kimga shundaycha xizmatlar kerak bo'lsa, yoki shunday jasash kerak bo'lsa, описаниеda nomer qoldiramiz. Daha biz mana dekorativniy lopatkalarimiz, nimalarimiz var. Zakaz bersangiz bo'ladi. Описаниеda nomer qoldiramiz. Barchaga rahmat.